Yana bir bor assalomu alaykum hammalaringga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Mana Rishton So'x yo'lini ochilish marosimi. Bahoriy kayfiyat, bahoriy suluvlar. Mana bu yoq qo'shni Qirg'iziston tomoni. Chiroylikgina bo'lyapti. Ochilish marosimi. Rishton tomonidan mehmonlar o'tyapti, tayyorgarlik boshlanadi dedi. Mana qirg'iz suluvlari. Qirg'iz suluvlari nonlar bilan kutib turishdi. Mana bu yoqda agar bu tomonga tursa yuz qorib qoladi, shu yoqda quyosh bor. Qaranglar mashina qo'ydi. qirg'izcha qo'shiqlar boshlanadi dedi. Assalomu alaykum. Elmurod, Elmurod. Yo'q. Mana shu Elmurod aka o'zbek suluvlari qo'shildi. Nonlar bilan kutib olishga. Qirg'iz tomoni bu yoq. Jonli ketyapti bir. Assalomu alaykum. Bugun So'xlilar uzoq yillardan beri kutgan quvonchli hodisa yuz beryapti. Mana ko'rib turibsizlar, biz Dimajon bilan birgalikda ruxsat berildi. Ko'rdingiz, Dimani o'rganib qoldik-da. Biz chegara postidamiz. Rishton boshqona chegara posti. Mana ko'rib turibsizlar, atrofimizda qirg'iz suluvlari, qirg'iz irchilari hammasi kuylashyapti, chunki quvonchli hodisa. Bugundan boshlab 80 kilometrlik yo'l 19 kilometr bo'ladi. Alloh shukriga yetganlarga shukr. Nima deysiz? Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qirg'iz suluvlariga ketyapti kamera o'zidan o'zi. Elmurod aka turing bo'lmasa. Ana. Elmurod aka rasmga olishyapti. Avval betma qizlar Dinolar o'rtasida chiqdi. Xudo xolasa kannay sunnaylar va nog'oralar bilan ochilish marosimi. Drujba narodov. To'g'risi bu kunlarni qancha kutdik. Qancha maqolalar, postlar yozildi suv haqida. Va nihoyat ochilish marosimi. Obyektivga qarab turamiz. Qirg'iziston va O'zbekiston suluvlari. Bu yoqda chechalar o'tiribdi. Yo'llar ochilsin. Men gapirishni bilmayman. Mana Daryo Uzdi jurnalisti, mana Ahror aka Utanboy, Rishtonlik bloger akamiz, sog' bo'linglar. Bir narsa deb qo'ying, jonli ketyapti. Xursandmiz, uzoq kutilgan mana Rishtonliklar uchun, So'xliklar uchun uzoq kutilgan xabar. Xudo xolasa mana So'x yo'li ochilyapti. Xursandmiz. Sog' bo'ling, rahmat. Rasmiylar tayyorgarlik ko'rishyapti. Menimcha viloyat hokimi kelishsa kerak tez daqiqalarda. Xudo xolasa. Mana shu taraf, o'sha taraf, ro'para taraf Qirg'iziston bo'ladi. Mana Qirg'izistonning oqsoqollari taxminan bir 20-30 ta oqsoqol ham kelishyapti. O'sha tog'i toshlar So'x bo'ladi.
Xudo xolasa yo'llar ochilsin. Yaxshi ijobiy o'zgarishlar bo'laversin. Yer talashmaylik asosiysi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana Farg'onamizni yangi matbuot kotiblari. Xursandman tanishganimdan aka. Xudo xolasa siz kelib yorityapsiz. So'xni yangi chegara punktlari ochilishi butun dunyoga tarqaydi, xudo xolasa. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Shu jarayonda mana rasmga ham tushyapmiz. Sog' bo'ling, rahmat aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chekkaga turing endi. Mana qirg'iz otaxonlari kelyapti. Qirg'iziston tarafdagi mehmonlar desak ham bo'ladi. Yoshi ulug' otaxonlar. Endi yoshi ulug'lar bu Qirg'iziston tomonda, sababi tog'li joy, suvi toza, havosi toza, tabiati juda go'zal. Nuroniylar ko'p bu tarafda. Go'shtni ham ko'p yeyishadi. Yo'llar ochilaversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringga. Qirg'izistonlik otalar xush kelibsizlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Orqangizdan chiqadi. Bo'ldi. Mana gapni beradi. Haqiqatan ham katta bayram bo'lsin. Elmurod akam xizmatdalar. Keling og'a. Bir ikki og'iz shirin yaxshi gaplar bilan. Tayyorgarlik avjida Elmurod akam mana. Ikki og'iz tilak so'zingiz aka, tilak so'zingiz. Qirg'izistonlik do'stlar.
marosimi taxminan 9-10 yillarcha bo'ldi. Bu yo'l bek ko'plab bir nimalar chiqdi, xabarlaring bor. Hammasi yaxshilik bilan, ijobiy o'zgarishlar bilan tugyapti. Yo'llar ochildi, yo'llar ochildi. Ikki davlat rahbarlariga rahmat, shunchalik xalqni o'ylab ana shunday ijobiy o'zgarishlar qilmoqda. Salomat bo'ling. Ko'z gapiring. Gapiring. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. To'xtashni ham bilmayman. Xursandchilikni cheki yo'q. O tarafda, Qirg'iziston tarafda juda ko'p mehmonlar kutib turishdi. Biz Rishton tarafida biz, xudo xolasa, Suv tarafda ham katta tadbir bo'ladi. Barchalaringga rahmat. Xudo xolasa rizqi nasib, iloji bo'lsa suvga ham borib, suvdan ham jonli efir qilishni ujalab turib. Keling og'a gapiring. Ujalab turibmiz. Do'st bo'laveraylik. Rahmat, sog' bo'linglar. Manimcha ular hokimi kelishdi. Xayrli bozor. Bitta to'xtatmasdan turamiz. Ular rahbarlari qilishni rejalab turibdi. Yo'l ochiladi deyishgan edi. Mana 3 oy emas, 1 oy ham bo'lgani yo'q. Mana ochildi, qoyil qolish kerak. 3 oyda hamma masalalar hal bo'ladi degan edi, lekin 1 oyda hamma chegara masalalari deyarli 99% ga buni hal bo'ldi. Qirg'iziston tarafda rahbarlari keldi. Menimcha Botken oblastining rahbari yoki bilmadim, qaysi katta rahbarlar. Ishlarimiz tomonidan non sindirish bo'lyapti. Hududlarimiz друг другу не буду мешать, хорошо? Facebook. Facebook. Qirg'iziston tomoni rahbarlari tayyor. Tarafdan Farg'onadan kelgan, viloyatdan, Toshkentdan kelgan mehmonlar bu yerdan kelishmoqda. Oqsoqollar bilan ikki tomon uchrashuvi.
Assalamu alaikum. Hurmatlı bugünkü жақсы салтанатты иш-шараның қатысушылары, hurmatlı eli жұрт, екі мемлекеттің елі, бір туған бауырдаштар. Мына бүгін сіздер менен көптен бері күткен ең бір жақсы өгілген жолда тұрамыз. Бұл деген мақсат біз түбөлік помощы бауырдаш дос болып келгенбіз. Bir учурлар болды şu чегаралар жабылып, мына ошонун бүгүнкү күндө мана жакшы маанай менен ачып, мурдагыда катнаш коебуз деген үмүттөбүз. Ошон үчүн урматтуу жалпы жыйын катчылары, эки элди куттуктаймын. Ушундай достугубуз түбөлүк болсун, ынтымакта бололу, бирге болойлу. Эки мамлекеттин жетекчилерине рахмат айтайлы. Өзүңүздөргө белгилүү, жакынкы арада Taşkent'te bolğon joluguşu Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkojoyich, oşonda öyle Shavkat Mirziyoyev Miramonovichtardın joluguşunda mana eki eldi ынтымагында чыңдоо максатында mana бүгүн биз чоң bir iş-şarаны баштап отурабыз. Дагы bir жолу майрамыңыздар кут болсун, ушул чегара жабылбасын, жолубуз ачык болсун, маанайыбыз дайым тегиз болуп, эки элдин достугу daim çımdal güre verirsin. Anda mesela söz gezegini bizden Kırgız Respublikası'nın hükümetine karıştığı Batken Oblası'nın İğarımdı ökülü Sıvanali Ömürbek İsakoviç'e verelim sözde. Tutuğu için. Rahmet. Hurmatlı Kayrullah Haytbayev, hurmatlı bugünkü iş-şaranın katışucuları. Bugünden başlap Kırgızstandın Batken oblusu menen Özbekistandın Fergana oblusunun elini baylaştırgan Kaytbas jana ötükçü postorunun işini kayradan jandandırıp oturabız. Emi bul jayda Kırgız Özbek eli bayagıday ele hiç kanday toz kolduksuz Kırgızstan menen Özbekistandın aymağına öte alar. Özümüzlerge malum bolgondoy 11-12 Mart'ta Taşkent şahrındaki Prezidenti Sadır Japarov menen Özbekistan Respublikasının Prezidenti Shavkat Mirziyoyev'in joluguşusu Kırgız Özbek eli üçün öte jemişli oldu. Eki taraptуу mamilelerden canı barağın açıldı desem жаңылбайм. Өлkө başçıları iki taraptуу kızmattaşуу жана чегараларды тактоо боюнча bir катар макулдушууларга жетишти. Biz Batken Fergana oblastlarının başçıları da kızmattaşуу жагында 22 punkttan turgan iki oblastın birliktүү жол картасына кол койгонбуз. Натыйжада бүгүн биздин аймактагы маселелердин да жакшы жагына чечилүүсүнө шарт түзүлдү. Бул жолугушууларды улай орун базарларыбыздын жетекчилиги астында Кадамжай шаарында эки тараптуу жолугушуу өтүп, Баткен Фергана областарынын ортосунда соода экономикалык, инвестициялык жана маданий байланыштарды чыңдоо аракеттерибизди жүзөгө ашыруу жөнүндө сүйлөшүлгөн. Кыргыз Өзбек эли кылым карыткан кошунабыз. Жакшылык жамандыктарда бирге болгон ынтымактуу элбиз. Эми алдыда биз келечектүү өнөктөш катары Баткен Фергана кызматташтыкты өнүктүрөбүз деп мен ишенемин. Облустар аралык кызматташуу үчүн чек арадагы өткөрүү жайларынын ачылышы, жанданышы өзгөчө мааниге ээ. Баарыбызга белгилүү, дүйнө өлкөлөрү мамлекеттер аралык визасыз режимге жетишти. Натыйжада алардын кызматташуу жакшырып, экономикасы өнүгүп жатат. А биз болсо чек араларды тосуу, чек арадагы текшерүүлөрдү, паспорт режимин күчөтүү керек деп түшүнүк менен жашап келгенбиз. Бирок биздин алдыда дүйнө мамлекеттеринин тажрыйбасына жетишүүбүз учур талабы. Анткени дүйнө талабы ошондой. Биз баарына ыңгайлуу, жеткиликтүү болушубуз абзел. Чек ара сызыгы картада гана болушу керек. Жашообузда бир туугандай ээн эркин жашашыбыз керек.
чек араларда делимитациялоо, демаркациялоо жумуштары өз жолу менен болуш керек. Ал эми кошуна элдер ынтымакта ар тараптуу жарым катнашта жашоосу улантуу укуктуу. Айрым каршы пикирлер, тирешүүлөр жакшылыкка алып барбайт. Биз көрүнүштөр чек ара тактоо жумуштарын илгертүүдөн пайда бербейт. Чек ара такталган күндө да коңшу эл бөлүк коңшу бойдон калат.